Aziz Muzaffarovich Boboyev 1972-yil Buxoro viloyati Vobkent tumanida tug'ilgan. 1993-yil Toshkent xalq xo'jaligi institutini iqtisodiy va ijtimoiy rejalashtirish mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. 1993-2002-yillarda Buxoro viloyati hokimligi moliya boshqarmasi mutaxassisi, ikkinchi toifali mutaxassisi, yetakchi mutaxassisi, bo'lim boshlig'i, o'rinbosari, bo'lim boshlig'i lavozimlarida faoliyat olib borgan. 2002-2007-yillarda esa Buxoro viloyati hokimligi moliya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, jamlanma byudjet bo'limi boshlig'i, boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari. 2008-2010-yillarda Moliya vazirligi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasi ijro etuvchi direksiyasi daromadlarini prognozlashtirish bo'limi boshlig'i. 2010-2012-yillarda Moliya vazirligi davlat byudjeti bosh boshqarmasi daromadlarini rejalashtirish va jamlangan byudjet tushumlarini tahlil qilish bo'limi boshlig'i o'rinbosari. 2012-2017-yillarda Moliya vazirligi huzuridagi ta'lim va tibbiyot muassasalarini rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash va jihozlash bo'yicha jamg'armasi ijro etuvchi direksiyasi ijro etuvchi direktori o'rinbosari. Keyinchalik byudjetdan tashqari ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari moddiy texnika bazasini rivojlantirish jamg'armasi ijro etuvchi direktori o'rinbosari. 2017-2019-yillarda Moliya vazirligi investitsiyalar boshqarmasi boshlig'i. 2019-2020-yillarda Moliya vazirligi davlat rivojlantirish dasturlarini moliyaviy ta'minlash departamenti direktori. 2020-2023-yillarda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri o'rinbosari. 2023-2024-yillarda iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari. 2024-yil hisob palatasi raisi, 2024-yil Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchisi, so'ngra 2025-yilda esa Samarqand viloyati hokimi. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.